Here's my home. Here's my home. Here's my son. Here's my son. Here's my daughter. Here's my daughter. Here's my home. Here's my home. Here's my city. Here's my city. Here's my country. Here's my country. Here's my soul. Here's my soul. Here's my freedom. Here's my freedom. Assalamu alaikum. Ben Hidayetullah Oğuzhan. Özüm Şərqi Türkistan'ın Qashqar vilayetinden. Menin Şərqi Türkistan'da faqatla anam, 4 singlim, bir inim var. Başka bütün tuqqanlarım Şərqi Türkistan'da hayat. Ama lekin ahirki 2 yıl jarayonida men anam bilan, singillerim bilan, başka hiç qanday tuqqanlarim bilan hiç qanday aloqa, irtibat qilolmayapman. Ola hayatmı, turmudimi, Xitoyning Nazi kamplarida sonliq holatda turyotamdi. Buni men hech xabar olmadim. Boshqa Sharqiy Turkistondagi 3 million Nazi kamplarida turayotgan qarindoshlarimiz bilan o'xshash bir oqibatda bo'layotganligidan andisham bor. Uning uchun butun Sharqiy Turkiston xalqininki o'zlarininki tuqqanlari, yaqinlari, ota-onalarininki Xitoyninki kampida bo'lgan bo'lsa veya tutilgan bo'lsa, bunday guvohlik berib, Xitoyning jinoyatini dunyo xalq ommasiga pash qilishini umid qilaman. Men onam bilan ko'rishamedim. Singillarim bilan ko'rishamedim. Onam nerede, singillarim nerede, nima ahvolda bilmayapman, qattiq qayg'u. Assalamu alaikum qarindoshlar. Men Finlandiyadan Xalmurat. Sharq Turkistonning Turpan'da tug'ilib cho'ng bo'ldim. Meni tug'ib cho'ng qilgan ota-onam, apam Güerxan Tümür, atam Seyit Niyaz G'upur hozir Xitoyninki jazo lagerida. Ularninki ahvolining qayerdan qayerga ketishganligi, ularning salomatligi ahvolining qanday ishganligi menga noma'lum. Ularninki yashayotganligi yoki şehit bo'lganligi menga noma'lum. Atam bilan apam o'xshash nurg'unlagan Uyg'ur ota-ona, Qozoq ota-ona va boshqa bizning qarindoshlarninki ota-onalari, qizlari, o'g'illari, inilari, singillari, akalari, ochilari shu qanday xiyoliki noma'lum bo'lgan jazo lagerlarida azob tortdi. Ben bu yerda shu guvohlik berish videolarini yig'ib va ularni montajlab böyle gruppa holatida ish qilishga boshlagan shu qarindoshlarimga jazo lageri jazo ko'rayotgan oddiy Uyg'ur ota-onaninki oddiy farzand bo'lish suhbatim bilan o'zimninki rahmatimni bildiraman. Rahmat sizlarga qarindoshlar. Qarindishim, yüzümüzge yüzümüz iyi çıkaydı. 6 günlük dünyadayız. Ama biz 6 günün kaysızlığı da onu unutmayız. Bugün bu videodan belki beni görüp durursunuz. Artık ben bağ mı yok mu? Siz bağ mı yok mu? Bunu bilmeyiz. Biz ve Rabbimiz, yaratıcımız Allah'a onunki soraklara cevap veririz. İnşallah aşk qarindoshlarımızla şu dünyada sağ selamet görüş nasip olsun. Eğer bu dünyada görüş nasip olmay qalsa, şundaq bir joylarda görüşüp qalsak, ular qandaq cevap verimiz qarindishim? Özümüzge özümüz iyi chiqayli. Bir Allah'tan qo'rqayli. Allah'tan qo'rqishga başlayışımız, aql farosatga ega bo'lishimiz ve bizninki qutulish yo'limizdan başlanış qarindishim. Hammamizlarninki o'zlaringizlarning eng suyumlik odamlar uchun guvohlik berishingizlarni va bu guvohlik berish faoliyatininki xuddi do'milgan qarg'a o'xshash, do'milgan sir yo'g'irib, oxiri Xitoyninki bu büyük qal'asini yemirib tashlay olishiga men ishonaman
Shunda qilaylik qarindoshim. Rahmat sizlarga. Allohga emanet. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Men qarindoshinglar Husayn Tajalli, vatanimiz Sharq Turkistonning Qashqar shahri ichidan. Biz 6 bala, 3 ocham, 2 inim bor. 19 yildan beri men o urug' tuqqanlarim va ota-onam va uyimdan ayrilib yashayapman. 2014-yilga qadar ota-onam bilan maxfiy shaklda ma'lum vositalar orqali telefonlashib, ahvol so'rashib tura oldik. Ammo 2014-yildan keyin butunlay aloqam uzildi. Urug' tuqqanlar bilan zodi 5-10 yil mobaynida ularning telefon qilmasin degan talabiga asosan telefonlashib qilmaydik. 2014-yildan keyin 70 yoshga kirib qolgan dadam, 65 yoshga kirib qolgan onam bilan telefon aloqamiz butunlay uzildi. Shundan keyin ular kampidimi, turmudimi, hayotmi, vafot bo'lib ketdimi, bundan hech qanday bir xabarim yo'q. Bu dard endi faqat mening va yoki sizning beshingizga emas, butun Sharq Turkistondagi butun Sharq Turkistonliklarningki beshiga keldi. Aslında bizningki urug' tuqqanlarimizni, ota-onalarimizni kampiga solsin, turmaga olsin, ammasin Sharq Turkiston, ya'ni besilingan bu zaminni qutuldirish bizning ustimizga Alloh tarafidan belgilangan farz edi. Uyg'onishimiz, bu vazifani qo'lga olishimiz kerak edi. Ammo bugun uning ustiga bir zulm qo'shilib keldi. Uning uchun butun muhojiratdagi Uyg'ur qarindoshlarimizning ustiga bu vazifa ayinning ustiga ayin bo'lib, bosh tortib qo'yilmaydigan buyuk bir xizmat va vazifa bo'lib ketdi. Va bizlarga emas, butun dunyodagi musulmon ummatningki Sharq Turkiston masalasiga ko'ngil bo'lish, ularga yordam qilish, ularni dunyoning dushmani bo'lgan, dinning dushmani bo'lgan, insoniyatning dushmani bo'lgan Xitoy tajovuzchilarininki qulliqidan, asaratidan qutulib chiqish vazifasi ustiga farz bo'ldi ularning ustiga. Ammo biz ularga qarab turmasdan, boshqa davlatlarga, boshqa millatlarga qarab turmasdan, avvalo o'zimiz uyg'onib, avvalo o'zimiz bu xizmatni oldida menib, cho'qim badal to'laydigan bo'lsak, inshaalloh, shu zolim Xitoy fashistlarininki ochgan kamplarni pat fursatda taqashga Alloh taolo bizga yordam qilsa, agar biz ching turib jasoratli bo'lib, iymon bilan bu yo'lda dag'dan mangadigan bo'lsak, vatanimiz Sharq Turkistonni Alloh subhanahu va taolo bizga mustaqil qilib bergusin inshaalloh. Shuning uchun butun muhojirlarimiz uyg'onyapti. Buningdan keyin uyg'onmaganlarning ham uyg'onishini umid qilaman. Hammalarning bu mujodilaga o'rtaq ovoz qo'shishini umid qilaman. Chunki bugun balkim sizning beshingizga kelmagan edi va keldi. Endi yana kelmaganlarning beshig'imi yana kep qilishi mumkin. Shu Xitoyning zulmining o'chitini saqlab turmasdan butun muhojir uyg'urlarningki umumyuzlik shaklda ovozini chiqarishini, bu mujodala qilishini, mili bilan, jini bilan, nafsi bilan, qini bilan o'rtaq shaklda Xitoy tajovuzchilariga qarshi ko'rishimizni ilib berishimiz va adoqqicha davomlashtirishimizni umid qilaman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mening ismim Abul Qosim Ablas. Qarqash nahiyasi Yangi yezida tug'ilib cho'g'ilgan. Dadamning ismi Ablas Qurbon. Dadam 2015 yili 4 ayning 5 kuni Xitoyning turmusida, ya'ni Kiriyadagi atog'liq mashhur shu turmada shahid qilindi. 65 kun tutilish jarayonida tutilishdimi sababi faqatla shu da'vat qilgan, tabliq qilgan deb tutildi. Ondan boshqa masalalarda bu yerda o'tish imkoniyatimiz yo'q. Dadam 65 kun bo'lgan vaqtida shahid qilinganlik xabari onamga kelgan. Kelgandan keyin bularning sharti hech qanday bir insonga xabar qilmay, faqat 5 kishidan tarkib topgan inilarim, tog'alarim bilan kelib shu Kiriyaning turmusining o'zida jinozasini shu namozni o'qib, yuvib tarab, shu turmaning o'zida quyoshga shart bilan uydagilarni olib, dadam shu turmada Kiriyada yana jinozasi qo'yilgan. Qo'yilgandan keyin shu tunjiqlab 4-oyning 6-7 atrofi herhalde. Shu vaqtida onam bilan kurashib, bu jarayonni angladim. Shu kurashgandan tortib ta hozirga qadar hech qanday onam bilan aloqam yo'q. Onam hozir turmudimi, lagerdimi yoki qaysi holatda yashayotidi hech qanday xabarim yo'q.
Anamın ismi Turacihan. Ondan başka 3 inim var. Mehmet Nuri, Mehmet Abdullah, Mahmud Karim deb. Ularning hozirgacha hech qanday bir izdirik yo'q. Uzoqdan xabarlarning kelishicha ularninki lagerda ekanligi xabari kelgan bo'ldi. Va 6 singlim bor. Singlimning chiqasininki hozirgachilik chiqasi bilan aloqam yo'q. Ularningmi turmudimi, lagerdimi yo qaysida yashayotdi. Ama singillerimninki erlerininki hammasininki lagerda ekanligi uzoqdan ba'zan xabarlar kelgan bo'ldi. Men barliq vatandaşlarni Xitoyninki bu qilmishlarini o'rtaga chiqarishimiz uchun, dunyo xalqiga ko'rsatishimiz uchun, anlatishimiz uchun bu guvohlik berish meselesinde aktif rol oynayışımız, bu arkalı Xitayninki aktif beşerisini dünyaya içişimiz bek mühim de qarayman. Başka qarindoshlarninki bu faaliyetga aktif qatnashishini umid qilaman. Assalomu alaykum. Men Abdug'ani Sabit. Sharqiy Turkistonning Oqsuv viloyati, Qo'ni shahar, bugungi 10 noyabr tug'ilgan. Mening Sharqiy Turkistonda 3 ocham va 2 akam bor. Men chet elga chiqqan dastlabki vaqtlarda ailemden azı alakam bo'lgan bo'lsa-mu, Xitoy hukumatining ularga qarshi tahdid va zulm bo'lganligi sababidan mening ularga to'p alakam bo'lmagan edi. Keyin do'stlarim bilan uchur yetkazishcha Xitoy hukumatining akamni, inimni qo'lga olganlik va ochamni ig'ir tahdid ostida olganlik xabarini angladim. Mening Sharqiy Turkistonda o'zimning akam va ochim bilan yuzlarcha tuqqanlarim bor. Bularning beshiga qanday kunlar keldi bilmayman. Bo'libmi, oxirgi yillarda beshi qanday kun keldi bo'lmay qat'iy bilmayman. Xulosada aytsam, mening Sharqiy Turkistonda o'zimning urug' tuqqanlarim bilan 10 yildan buyon hech qanday telefon, internet aloqam yo'q va ovozni anglab boqmadim. Aziz qarindoshlar, Xitoy hukumati Sharqiy Turkiston tajovuz qilgandan tortib hozir qadar sistemli holatda Sharqiy Turkistonning egisi bo'lgan xalqlarni paydinpay qirib o'ldirish siyosatini yapmoqda. Bo'libmi oxirgi yillar kelgan vaqtimizda Xitoy hukumati bizning millionlarcha qarindoshlarimiz turmuga olib, nurg'un balalarni ota-onasiz qoldirib, balalarimizni xitoylashtirish, manqillashtirish va changlashtirishni iborat mushu siyosatni yapmoqda. Vatanda million xalqlarimiz o'zining ovozini anglatmoqligi va Xitoyning zulm, Xitoyning shu lagerlarda ig'ir azobni chekayotgan aziz qarindoshlar. Chet ellarda bo'libmi o'qigan qarindoshlarimizningki Xitoylarning Sharqiy Turkistonda ilib borayotgan insoniyatga qarshi jinoyatni dunyo jamoatiga anglatish, fosh qilish ve özümüzden avazını çıkarammayotgan xalqimizdagi ovozi bo'lish sizning va mening insoniy va vijdoniy majburiyatim qardoshim. Rahmat. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Mening ismim Mahmudjon. Qashqar Fayzotdir. O'zim chet elga o'g'lim chiqqan. Ota-onam 2016-yili chet elga chiqqan. Ularning vatan qaytishga qo'shalmay musharni qoldirib qoldim. Chunki ular vatan qaytsa turmush kirib qolishi ko'z ko'rinarli ish bo'lgan. Vatanda 5 qarindishim qilib qolgan va uningdan boshqa hammallarim va taqinlarim bor. 5 qarindishimning birisi 2013-yili turmush kirib qolgan va 10 yillik kesilgan. Uning ismi Hidoyatulloh. Qolgan qarindoshlarim va shundaqli urug' tuqqanlarimiz bilan hech qanday aloqa yo'q. Ularningki hozir hayotmi yo o'lib ketdimi yoki Xitoyning majburiy o'zgartish markazlaridami yo turmadimi hech narsa bilmaymiz. Mana bu Xitoyning naqadar rezilligi va naqadar fashistikligininki dalili. Men umumiy chet eldagi turkistonliklardan Xitoyning shunday rasvo qildigan, Xitoyning jinoyatlarini butun insoniyatga fash qildigan har xil faoliyatga jonliq qatnashishni umid qilaman. Assalomu alaykum. Muhojiratga barliq urug' qarindoshlar, vatandoshlar. Men sizlarga vatanda qolgan ota-onalar va ayol bolalar va hemşire qarindoshlarga şu media axborot vositalari chiqishlarni tavsiya qilaman. Chunki qarindoshlar bizningki bu guvohlik bir tuqqanligini saqlab qolishdan boshqa hech qanday qo'limizdan ish kelmaydi qarindoshlar. Chunki bizning qo'limizda Xitoy besim qila oladigan ya yadro qurolimiz yo'q, ya oyomatkimiz yo'q, ya ilg'or bir urush qo'limizda asarimiz yo'q qarindoshlar. Bu xil ahvolda biz dunyoning aqliy urush, ya'ni axborot urushidan unumli foydalanishimizni
ben qarindoshlarımga tavsiya qilmoqchi bo'ldim. Shu sababdan men bu videoga chiqdim qarindoshlar. Men ilgari ko'p bu vaqt bilgan bo'ldim, biroq yangi bu bilan shu guvohlik qilish chaqiriqqa ovoz qo'shish maqsadida bu videoga chiqdim. Hammalardan tilashni so'rayman qarindoshlar.